o'qish tashlab ketmadingiz. Ko'pchilik tashlab ketibdi. No, o'qish tashlab ketmadim ham, fanlarni ham xudoga shukr yapyapman. Hammasini vaqtida Da, vaqtida yapyapman. Birinchi fokusni o'qishga kiratganman hozir. Baribir ishlaysiz ama? Da, o'qishdan keyin endi baribir Yevropada bo'lgandan keyin u ota-onadan moddiy taraflama yordam olmay, o'zim ishlab, o'zim kontraktni yapyapman, xudoga shukr. Yeb-ichishga ham, boshqa o'zimning moddiy xarajatlarimga ham o'zim hamma rasxodlarni o'zim qoplayapman. qoplayapman. O'zim qilyapman. Men bilaman, sizni ukangiz ham, jiyaningiz ham keldilar, ukangizlar. Da, men o'zi kelganman, avgustda kelganimdan keyin ko'rganman, что u vaqtda o'qish yo'q edi, situatsiyani, o'qish qanaqa, ish qanaqa, yashash. Shundan keyin men 3 ta sinfdoshim oldirganman, srazu. Ular ham birinchi semestrga kelgan. Hammasi bizga jo'natgan. Da, siz bir marta sizlar bilan ishlab ko'rib, keyin bilganman, что ishlash kerak edi, agar viza olmoqchi bo'lsak. Keyin 3 ta sinfdoshimni oldirganman. 1 yil o'tib, o'zim ukam maktab bitirdi, ular ham sizlar bilan keldi. Hammasi oldi viza. Da, hammasi oldi. Hech kim fail bo'lmadi, xudoga shukr. To'liq videoni ko'rish uchun Instagram sahifamiz orqali YouTube kanalimizga o'tib, videoni ko'rishni unutmang.